alloh taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh sizlarning qay biringiz yaxshi amal qilishingizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir deydi. Demak, o'lim va hayotning yaratilishidan asosiy ko'zlangan maqsadlardan biri bu bizlarni qaysi birimiz yaxshi amal qilamiz va shu dunyoda foydalanib Allohning fazli, lutf va karamiga loyiq holda amal qilib, unga munosib holda oxiratda jannatga kiramiz yoki undan mahrum bo'lgan holda Allohning o'zi asrasin, jannatning ziddi bo'lmish jahannamdan joy olishga to'g'ri keladi. Bu dunyoni shuning uchun sinov dunyosi, imtihon dunyosi deyiladi. Bu dunyo amal dunyosi, oxirat esa hisob kitob bo'ladigan dunyo. Bu dunyo imtihonga tayyorgarlik ko'rish dunyosi, oxirat esa imtihon diyoridir. Imtihondan kim o'tadi? Albatta yaxshi tayyorgarlik ko'rgan odam o'tadi. Tayyorgarlik ko'rmasa imtihondan o'ta olmaydi. Chunki oxirat diyoridagi imtihon oldida hech qanday tanish bilishchilik ketmaydi. Aka-ukachilik, ota-bola, nasl nasab, urug', mansab, martaba, maqom, boylik hech narsa mutlaqo ahamiyat kasb eta olmaydi.